Qaradingmi, mana joy kim yo'q? Yo'q, tinchlikmi? Bana yeymi senga bana olib keladi. Yeyishim kelayotganda qayerdan bildingiz? Bilaman-da, men sen ko'ngling sezaman, eringman, qan oqa. Ay, chirnagan. Hadi-da, keling. Ha, yoshlar banan yeb o'tiribsizlar. Ha, yeysizmi? Ha, va. Mana ha. Rost o'g'laslar romantikan. Oqa. Yer. Nashot baroyesh. Hayotim, senga mandarin olib keldim. Voy, rahmat. Mandarinni pochog'i. Hovlimizni o'chog'i. Bitta bersam yeysizmi? Jonimman deysiz. Voy, o'zim ular. Adada tinchlik Nasrinachi. Ana u yoqda ukang xotini bilan banan yeb o'tiribdi yoshirib. Sizga bermadilarmi? Bergani yo'q. Dadajon, yeysizmi? Nashot baroyesh baroye. Aha, dadamdan yoshir mandarin yeysiz qozonib o'ydi. O'zlaringiz otingiz o'ttasda banan soldingizlar-ku. Endi banan boshqa narsa-da. Dadajon, uylantirish kerak, bechora qiynalib ketdilar. Qayoqqa uylantirasiz? Hozir uylantirsak hamma meros bachalariga o'tadi-ku. Bachalar bo'ladimi, yo'qmi? Mana qarang, to'g'ri aytibdi, meros ketsa bo'lmaydi-ki. Salla uylantirmasang, o'zim uylanaman. Hey! Kimmi dada? Ha, bir yostiqqa boshqa yetigonim. Ha, tegircham. Uyda bo'ladi. Voy, xush kelibsiz qaynonajon, qadamingizga hasanot. Voy, buncha chiroyli bu kishi. Rahmat, keling, rahmat. O'zingiz chimildiqqa olib kirib taxlayvering, kiraman hozir. Chimildig'ami? Tamom. Nakida, unakida. Hozirlara ko'rsataman nima yedirishni, qulupnik olib kelingmi? To'ylar muborak.